Bizda sizdagi bu holatlarga asalari chaqtirib muolaja qilinadi. U qayerda bo'ladi? Butun bir jog'ingizda bo'ladimi? Umurtqalaringizda qisillashlar bo'ladimi? Barmoqlaringizda qisillash bilan hammasiga asalari qo'yiladi. Qo'shimcha tarzda albatta zirk damlamasini ichishlik kerak. Zirk nimaga foyda? Bo'g'inlarga suyuqlik yetkazib berishga yordam beradi. 100 gram zirkni olib 2 litr suvga solib qaynatiladi 1,5 metr qolguncha. Suzib olgandan keyin alaykum assalom. Suzib olgandan keyin 200 gram asal qo'shiladi. Har kuni 50 gramdan 3 mahal ichiladi. Kamida 3 oy, 4 oy, bo'lmasam 6 oylab ichish kerak. Ana o'shanda zo'r natija oladi. Ikkinchisi, misol mana ilik sho'rva deymiz, haligi pay sho'rva deymiz. Mana shularni ham qilish kerak. Faqat bularda qilishlikda, iste'mol qilishlikda albatta ya zanjabil qo'shib, ya murch qo'shib ichish kerak. Chunki bu suyak, bu paylar bari hammasi sovuqlik hisoblanadi. Shuni sovuqligini kesish uchun albatta zanjabil va murchdan foydalanish kerak. Shuni qo'shib iste'mol qilish kerak. Mana shular. Biz albatta o'sha aytib o'tganimdek asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida klinikamiz. Qo'qon shahrida ham filialimiz bor. Navoiy massiv Oqtepa Lavash orqasida. Ana shu ko'rinib turgan Oqtepa Lavash, bu yog'i Yangi bozordan kelish yo'li, Farg'ona yo'li. Mana shu yerda to'g'ri Oqtepa Lavash ro'parasida tushib qolinsa, kelinadi. Mana shu yerda filialimiz bor. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib salaning YouTube Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqarasiz.